Assalomu alaykum, hurmatli matematika ixlosmandlari. Sizlar bilan 2024-yil variantlarini ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi variantimizni boshlaymiz. Aytyapti, arifmetik progressiyada S20 minus S19 teng minus 30 ekan. S20 minusdan S19 teng minus 30. D teng minus 4 va A25 ning qiymatini top deb savol beryapti. S20 da S19 ayirsak nimani beradi? A20 ni beradi. Sababi S20 degan dastlabki 20 ta had yig'indisi, S19 degan dastlabki 19 ta had yig'indisi. Demak, dastlabki 20 ta hadidan dastlabki 19 ta hadni ayirsak faqat 20-chi hadning o'zi qoladi. Ya'ni A20 qoladi. Teng minus 30 ga. D teng minus 4. Endi A25. Ko'pchilik A25 ni A1 plyusdan 24 ta D deb yoyadi. Bu yoshlik xato. Yo, to'g'ri, lekin bizda A1 bo'lmaganligi uchun hozir xato. Agar biz mana shunday ko'rinishda yoyadigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Biz mana bu ikkalasi orqali A1 ni topib kelishimiz kerak. Bu bizning ishimizni yana ham ko'paytiradimi? Unda nima qilamiz degan savol. Unda biz o'zimizda bor mahsulotlardan ovqat qilishga harakat qilamiz. Och qolmasligimiz kerak. A25 teng A20 plyusdan 5D desak bo'ladimi? Demak, A20 minus 30 plyusdan 5 ko'paytirilgan minusdan 4 teng minus 50. Demak, B javob bo'lyapti. Ikkinchi misol hisoblang debdi. Kub ilzosida 5 plus 2 ilzosida 13 plyusdan kub ilzosida 5 minus 2 ilzosida 13 teng x. Xo'p, endi o'zim x deb belgilab oldim. Endi ikkala tomonni kubga ko'taraman. Bunaqa kub ilzosidagi formulalar, misollar keladigan bo'lsa, bu misollarni kubga ko'tarib ishlagan qulay belgilash kiritib. Chunki agar kvadrat ildiz bo'lganda ichini o'zimiz keltirib olsak bo'lardi, lekin kubni keltirishlik qiyin. Xo'p, ikkala tomonni kubga ko'tarsak, a ning kubi bo'lgan vaqtida mana kub ildiz bilan qisqarib ketadi, 5 plus 2 ilzosi 13 chiqadi. Plyusdan 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat deb yozmasdan 3ab qavsida a plus b ko'rinish yozaman. 3a kub ilzosida 5 plus 2 ilzosida 13. O'sha a ni bitta ildiz yozib ketaman. Ko'paytirilgan 5 minus 2 ilzosida 13. Xo'p, a plus b kub ilzosida 5 plus 2 ilzosida 13. Xo'p, plyusdan 5 kub ilzosida 5 minus 2 ilzosida 13. Plyusdan b ning kubi, ya'ni 5 minus 2 ilzosida 13 bo'ladi. Kub ilzosida qisqarib ketadi, teng x ning kubiga. Xo'p, endi 2 ilzosida 13 lar qisqarib ketadi. 5 ga 5 ni qo'shsak 10 qo'shilgan 3. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ifoda a plus b a minus b ni beryaptimi? Ya'ni a kvadrat minus b kvadratga tushadi. 25 ning kvadrati 25 ayrilgan 2 ilzosida 13 ning kvadrati 52. 25 dan 52 ni ayirsak minus 27. Kub ilzosida minus 27 dan nima chiqadi? Minus 3. Demak, minus 3. Xo'p, endi qarangizlar. A plus b mana u nima edi? Dastlab x mini, chunki x deb belgilab olgandim mana shuni. Demak, mana shuni joyiga nima qo'ysam bo'ladi? X qo'ysam bo'ladi. Joyiga x qo'yaveramiz, teng x ning kubiga. Xo'p, bir tomon o'tkazamiz hammasini. X ning kubi plyusdan 9x minusdan 10 teng 0 ga. Buni ko'paytirib ajratsak, x ning kubi plyusdan 9x minusdan 9 minusdan 1 teng 0. X ning kubi bilan 1 da ajratamiz. X minus 1 x kvadrat plyusdan x plyusdan 1. Plyusdan mana ikkalasi 9 chiqaradigan bo'lsa, nima bo'ladi? X minus 1 teng 0. X minus 1 chiqarib ketamiz. Qaysi tashqariga? X minus 1 x kvadrat plyusdan x plyusdan 9 teng 0 ga. Har bir 0 ga tenglasak x teng 1 chiqadi. X kvadrat plus x plyusdan 9 teng 0. Bu bo'sh to'plam, chunki diskriminant manfiy. Xo'p, x teng 1 bo'ladigan bo'lsa, x nima edi? Bizdan so'ragan narsa edi. Ya'ni mana bu x deb belgilab olgandik dastlab. Biz buni topdik. Bu x'imiz 1 ga teng chiqdi. Ya'ni mana ifodaning qiymati ham 1 ga teng bo'ladi shunda. Demak, ikkisi javob. Uchinchisi, 10 kishilik sinfda bitta sardor va bitta sardor yordamchisi necha xil usulda tanlanishi mumkin? Xo'p, bu a ga tushadi. Sababi a elementlari joyi almashsa deydi, a aytadi. Men deydi, buni alohida sanab ketaman deydi. Lekin agar s ga qo'yadigan bo'lsa, aytadi. Deydi, kamida bitta element bilan farq qilmaydigan bo'lsa, deydi, men uni bitta sanayman deydi. O'shaning uchun biz nimaga qo'yamiz? A ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. A n dan m teng bo'ladi. N faktorial taqsim n minus n faktorial.
Shunda a 10 tadan nechdan saylab olishimiz kerak? 2 tani. 10 faktorial taqsim 8 faktorial. Teng bo'ladi 9 ko'paytirilgan 10 ga. Demak 90. Qancha bo'libdi? C javob. 4-misol. Balanslar bir xil bo'lgan jismlardan qaysi biriga suv ko'proq ketadi? Qaysi biriga suv ko'proq ketishligini qanday bilsak bo'ladi? Qaysi birining hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, o'shanga ko'proq suv ketadi. Xo'p, balanslar bir xil ekan. Birinchi kesik ko'rinishda hajmni topamiz. V teng 1/3 pi ko'paytirilgan h r kvadrat plyusdan katta r ko'paytirilgan kichkina r plyusdan r ning kvadrati teng 1/3 pi ko'paytirilgan h hammasi bir xil. R katta r nima? Asosiniki 4. 4 ning kvadrati 16 plyusdan 4 ko'paytirilgan kichkina asos 2 ga teng plyusdan 2 ning kvadrati. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak 16 4 kere 2 8 24. 2 ning kvadrati 4 qo'shsak 28. Demak 28 pi h taqsim 3 bo'lyapti. V2 ni topamiz. V2 miz silindr. Silindr hajmi pi r kvadrat h. Pi r kvadrat h. Pi ko'paytirilgan r-imiz nimaga teng? 3 ga teng. 9 ko'paytirilgan h, ya'ni 9 pi h ga teng ekan. V3-imizning hajmi bu silindrda yarmi bo'lyapti. Demak, pi r kvadrat ko'paytirilgan h taqsim 2 bo'ladi. Yarim bo'lgandan keyin pi ko'paytirilgan radiusi nimaga teng? Radiusi 4 ga teng bo'lyapti. 16 ko'paytirilgan h taqsim 2. Demak, 8 pi h. Shunda eng kattasi V1. V1 degan A rasm. Ya'ni A rasm eng katta bo'lyapti. Keyin chunki mana bu nima bo'ladi? 9 dan kattaroq son. 27 bo'lganda 9 bo'ladi. Demak 28 bo'lgancha 9 dan kattaroq son. Bu 9 bo'lyapti. Demak, B rasmimiz 2-o'rinda va C rasm 3-o'rinda ekan. Qaysi biriga ko'proq suv ketadi desa, demak A rasmiga bo'lyapti. A javob. 5-misol. Kasrni qisqartirish mumkin bo'lgan m ning barcha qiymatlari yig'indisini toping debdi. Demak, x ning kubi minusdan x kvadrat minusdan 4x plyusdan 4 taqsim x kvadrat plyusdan mx plyusdan 6 teng. Ko'paychi ajratamiz birinchi yuqorini. Mana ikkalasi x kvadrat chiqaraman. X minus 1 minusdan mana bu ikkalasidan minus 4 ni chiqarib ketadigan bo'lsam x minus 1 bo'ladi qavs ichida. Xo'p, x kvadrat plyusdan mx plyusdan 6 tursin teng. Endi x minus 1 qavs tashqari chiqaradigan bo'lsam, nima qiladi qavs ichida? X kvadrat minusdan 4 qoladi taqsim x kvadrat plyusdan mx plyusdan 6 teng. Endi x minus 1 mana buni qavsdan ko'paychiga ajrataman. X minus 2 x plus 2 bo'lib ajraydi. Taqsim x kvadrat plyusdan mx plyusdan 6. Endi e'tibor beramiz. Qisqarishlik uchun nima bo'lish kerak? Qisqarishlik uchun mana yuqoridagilar bilan mana mahrajini tub ko'paychiga ajratgan, ko'paytuvchiga ajratgan vaqtimda, tub ko'paychiga emas, ko'paychiga ajratgan vaqtimda surati bilan qaysidirga o'xshab qisqarish kerak. Ya'ni mana buni ko'paychiga ajratgan vaqtimda agar x minus 1 bo'lsa bu bilan qisqaradi, x minus 2 bo'lsa bu bilan qisqaradi, x plus 2 bo'lsa bu bilan qisqaradi. O'shandagi m ning qiymatlarini top deydi. Ya'ni mana bu x minus 1 degan ko'paychiga ajrashlik uchun mana birinchisi bilan qisqarish kerak. X minus 1 degan ko'paychiga ajrashlik uchun nima bo'lish kerak? X kvadrat minusdan 7x plyusdan 6 bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? X minus 1 x minus 6 degan ko'paychiga ajraydi. Ya'ni x minus 1 bilan x minus 1 qisqaradi. Demak, m ning bitta qiymati nima ekan? Minus 7 ekan. Xo'p, endi ikkinchi qiymatini ko'ramiz. Endi x minus 2 bilan qisqaradigan bo'lish kerak. X minus 2 bilan qisqarishlik uchun nima bo'lish kerak bu? X kvadrat minusdan 5x plyusdan 6 bo'lsa, nima bo'ladi bu? X minus 3 x minus 2 degan ko'paychiga ajraydi. Ya'ni bu ham qisqaradi. Demak, m ning bitta qiymati minusdan 5. Xo'p, endi bizdagi x plus 2 bilan qisqarish kerakmi? X plus 2 bilan qisqarishlik uchun x kvadrat plyusdan 5x plyusdan 6 bo'lsa, bu x plus 2 x plus 3 degan ko'paychiga ajraydi. Ya'ni x plus 2 bilan qisqaradi suratdagi. Demak, m ning yana bitta qiymati nima ekan? 5 ekan. Xo'p, endi bo'ladi. Boshqa qiymat yo'q. Hammasini qo'sh deyapti. Demak, minus 7 plyusdan 5 minusdan 5 teng minus 7 ga. Demak, to'g'ri javob C javob bo'lyapti. 6-misol.
3421 sonidan 4 qaysi xona birligida tegishli? Demak, 4 qaysi xona birligiga tegishli debdi? Birlikda 1 turibdi, yuzlikda 4 turibdi, minglikda 3 turibdi. Demak, o'nlikda nima turibdi? 2 turibdi. Demak, yuzlikka tegishli bo'ladi-da bu javob. 7-misol. Muayyan bir ishni Salima o'zi 30 kunda, akasi Olim 20 kunda, dadasi 12 kunda tamomlaydi. Agar uchalasi birgalikda 2 kun ishlasa, qolgan ishni dadasi bir o'zi necha kunda tamomlaydi? Xo'p, demak, muayyan bitta S ish bor. O'sha S ishni Salimani x deylik. Salima x tezlik bilan nima bo'ladi? 30 kunda tamomlaydi ekan. O'sha S ishni Olim akasi, y deylik, Olim akasini 20 kunda tamomlaydi. Dadasi 12 kunda, demak, dadasini z deylik 12 kunda tamomlaydi. Agar uchalasi birgalikda 2 kun ishlasa, ya'ni uchalasi birgalikda o'sha S ishni qiladimi? Birgalikda degani uchun nima bo'ladi? Ularning kuchlari qo'shiladi, ya'ni mana bular qo'shiladi. X plus y plus z 12 kunda bajarar ekan. 12 kun emas, 2 kun vaqt birgalikda bajarar ekan va deyapti va qolgan ishni dadasi bir o'zi. Dadasi nima edi? Zmidi? Dadasi bir o'zi qancha vaqtda bajaradi? Ya'ni mana bu t-ni top deyapti. Tushunarli? Demak, birgalikda 2 kun ishladi, keyin qolgan ishni dadasining o'zi qilyapti mana. O'shanda to'liq ishni bajargan bo'ladimi? Xo'p. S teng. Mana bu x ning joyiga x ni topaman deb qo'yib beraman. X ni topsam nima bo'ladi? 30 ta s taqsim 30. Y ni ham topaman, s taqsim 20. Z ni ham topamiz, demak. Z'imiz nima bo'ladi? S taqsim 12. Hammasi joyiga qo'yib beraman. Demak, x ning joyiga s taqsim 30 plyusdan y joyiga s taqsim 20 plyusdan z ning joyiga s taqsim 12 ko'paytirilgan 2 plyusdan z ko'paytirilgan t. O'yin mahraj beradigan bo'lsa nima bo'ladi? 60 bo'ladi. Bunga demak 2 tadan, bunga 3 tadan, bunga 5 tadan. S teng qo'ysak 2s, 3s, 5s, 5s 10s, 10s taqsim 60 ko'paytirilgan 2 plyusdan z ko'paytirilgan t. Hop. 10 bilan 60 qisqaradi, demak 6, 6 bilan 2 qisqarsa 3. S teng s plus s taqsim 3 plyusdan z ko'paytirilgan t bo'lar ekan. Endi mana bu yerdan z ni topaman-da, joyiga qo'yib beraman. Z nima edi mana? S taqsim 12 ni joyiga qo'yaman. S teng s taqsim 3 plyusdan z ni joyiga s taqsim 12 ni qo'yamiz, ko'paytirilgan t. Uni mahraj beramiz. Bunga nechtadan? 4 tadan. Demak, s teng 4s s 4s plyusdan s ko'paytirilgan t taqsim 12. 12 ni bu tomonga ko'paytirib chiqsak, 12s 4s ayirishib o'tsa 8s. 8s teng s ko'paytirilgan t, s'lar qisqarib ketsa t teng 8. Ya'ni mana dadasi o'zi 8 kun ishlashi kerak ekan yana. S javob bo'lyapti. 8-misol. 9 ning a-inchisi teng 343. 9 ning a-inchisi teng 343. Demak, 49 ning b-inchisi teng 81. Bo'lsa a ko'paytirilgan b ni toping debdi. A ko'paytirilgan b teng so'roq. A ko'paytirilgan b ni topish uchun bu logaritmni bersak qulay. Demak, mana buni 3 ko'ra logaritm deydigan bo'lsak, a teng bo'ladi logaritm 3 ko'ra 343 bo'ladi. Faqatgina mana 9 ni 3 ning kvadrat deganimiz 3 ning 2 aynisi bo'lib qolar-ku. Mana bu yerda 2 a bo'lib qoladi demak. Xo'p. Demak, 2a teng 343. 7 ning nechinchisi? 7 ning kubi. Demak, 3 oldiga tushadi, logaritm 3 ko'ra 7 bo'ladi. A ni topadigan bo'lsak, 3 taqsim 2 logaritm 3 ko'ra 7. Endi b ni ikkala tomonni 7 ko'ra logaritmlaymiz. 7 ko'ra logaritmlasak, demak, mana buni 7 ning 2b-inchisi deb olamiz. Shunda 2b teng bo'ladi logaritm 7 asosi ko'ra 81. 2b teng 81 3 ning 4-inchisi bo'lsa 4 oldiga tushadi. Logaritm 7 asosi ko'ra 3. Demak, b ni topadigan bo'lsa 2 logaritm 7 asosi ko'ra 3. Endi a ko'paytirilgan b ni top deganda 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 2
logaritm 3/7 ko'paytirilgan logaritm 7/3. Mana bu ikkalasi ko'paytmasi 1 ga teng bo'lib ketadi. 3 bilan 3 qisqarib, 7 bilan 7 qisqarib, demak 2 bilan 2 ham qisqarsa, qiymati 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, D javob. Demak, 9-misolimizda x qarashli r, ya'ni haqiqiy son uchun deyapti. X ning kubi plus 4x teng 8 bo'lsa, x ning 7-si plus 64x kvadratini top deyapti. Demak, x ning kubi plusdan 4x teng 8. Bizdan aytyapti x ning 7-si plusdan 64x kvadratini top deyapti. Uning uchun mana bu yerda x ni topadigan bo'lsak, x ni kubini topadigan bo'lsak, to'g'rirog'i 8 minusdan 4x bo'ladi. Endi ikkala tomoniga x ko'paytiraman. Ikkala tomoniga x ko'paytirsam hech narsa o'zgarmaydi. Demak, x ning 4-si teng bo'ladi 8x dan minusdan 4x kvadrat. Endi mana bu ikkalasini ko'paytirib beradigan bo'lsam, x ning 7-si teng bo'ladi 8 minusdan 4x. 8x minusdan 4x kvadrat. Endi mana shu x ning 7-sini olib kelamanda mana buni joyiga qo'yaman. Demak, ikkalasini ko'paytirib olib chiqadigan bo'lsam 8 kira 8 64x minusdan demak 32x kvadrat minusdan yana 32x kvadrat plusdan 16x ning kubi plus 64x kvadrat. Xo'p, endi mana bu ikkalasi 64x kvadrat bo'ladi. 64x kvadratlarimiz sarf ketadi. 64x minusdan 16x ning kubi hosil bo'ladi bizga. Endi mana bu x ning kubining joyiga mana buni qo'yib beramiz endi. Shunda 64x minusdan 16 ko'paytirilgan 8 minus 4x bo'ladi. Mana bu plus bo'lish kerak, plus. Demak, 64x minusdan plus bilan bu ham 128 ayrilgan, demak 64x bo'ladi. 64x sarf ketadigan bo'lsa, demak javobimiz 128 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob A javob bo'libdi. O'ninchi misol. Uch xni 10-chi misolimiz 3 darajasi x plusdan 6 darajasi x plusdan 9 darajasi x taqsim 5 darajasi x plusdan 10 darajasi x plusdan 15 darajasi x ekan, teng 50 taqsim 18. Hisoblang debdi. X ni topishimiz kerak ekan. Demak, 3 darajasi x plusdan 6 nima deb yozsak bo'ladi? 2 darajasi x ko'paytirilgan 3 darajasi x deb yozsak bo'ladi. Plusdan 9 ni 3 darajasi 2x deymiz. Taqsim 5 darajasi x plusdan 5 darajasi x ko'paytirilgan 2 darajasi x deb yozamiz 10 ni, plusdan 15 ni 3 darajasi x ko'paytirilgan 5 darajasi x deb yozamiz, teng 50 taqsim 18. Xo'p. Endi suratidan 3 darajasi x chiqarib ketamiz. Shunda qarshisida qoladi 1 plus 3 darajasi x, yo 2 darajasi x plusdan 3 darajasi x bittasi qoladi mahrajda, demak 5 darajasi x chiqaradigan bo'lsak 1 plus 2 darajasi x plusdan 3 darajasi x qoladi, teng 50 taqsim 18. Bu ikkalasi qisqarib ketadi. 50 taqsim 18 qisqartiradigan bo'lsa 2 ga qisqartiramiz. 25 taqsim 9 bo'ladi. Demak, 3 taqsim 5 ning x'i teng 5 taqsim 3 ning nimasiga kvadratiga teng bo'lyapti. Mana buni joylashtiradigan bo'lsak nima bo'ladi? 3 taqsim 5 ning minus 2-si. Demak, x teng minus 2 ga. To'g'ri javobimiz demak A javob bo'lyapti. 11-misol. Rasmga ko'ra noma'lum x ni toping debdi. Hop, e'tibor beramiz. Mana bu yerda hozir bu ikkalasi bir-biriga parallel bo'lyapti, mana bu bilan bu. Ikkalasi bir-biriga parallel. Shundan kelib chiqadiki, bu yer 123 bo'lsa, bu ikkalasi 180 ni berishlik uchun bu yer nima bo'ladi? 57. Bu yer 57 bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham 57 bo'ladi. 45 ga 57 ni qo'shsak 102. 102 bo'lsa, bu yerga necha qoladi? 78 qoladi. 78 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi 180 ni berish kerak. Demak, bu tomonga ham 102 qoladi. Demak, 11 ga C javob bo'lyapti. 12. Tengsizliklar sistemasini yeching debdi. X minus 3, x minus 4 kichik 0 dan 7 minus 2x kichik 1 dan. Mana buni oraliq qo'yib qo'ysak bo'ldi. Demak, nima bo'ladi? Har bir 0 ga tenglaymiz. 3 u 4. Yechim o'rta. Bu 2 marta ochiladi desangiz bo'lsa, 7 minus 2x bir marta o'z holicha, 7 minus 2x nima bo'ladi? Bir marta ishora o'zgaradi. Manfiy. Xo'p.
minus 2x kichik, demak minus 6dan, x katta 3dan. Bunisida demak minus 2x katta minus 8dan bo'ladi, x kichik 4dan bo'lyapti. Demak 3dan bu katta bo'lsin debdi, bu 4dan kichik bo'lsin debdi. Demak kesgan joy o'rtasi bo'ladi. Yechim shunda 3 u 4 o'zgarishsiz qolar ekan. 3 u 4. To'g'ri javob C javob bo'lyapti. 13. Demak, a plyusdan a ning minus 1-si teng 4. A ning 5-si plyusdan a ning minus 5-sining qiymatini top deyapti. Xo'p, buni hisoblashlik uchun buni birinchi ikkala tomonni kvadrat ko'tarib olamiz. Shunda a kvadrat plyusdan 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ning minus 1-si plyusdan a ning minus 2-si teng 16 ga. Mana bu ikkalasi ko'paytmasi 1 deb beradi. Shunda a kvadrat plyusdan a ning minus 2-si teng 14 ga bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi ikkala tomoniga a kvadrat plyusdan a ning minus 2-siga a ning kubi plyusdan a ning minus 3-sini ko'paytiramiz. 14 ko'paytirilgan a ning kubi plyusdan a ning minus 3-si. Shunda bu tomon a ning 5-si bilan a ning minus 5-si hosil bo'ladi. Xo'p, ko'paytirib ochadigan bo'lsak, a ning 5-si plyusdan a ning minus 1-si plyusdan a ning minus 5-si hosil bo'ladi teng 14 ko'paytirilgan a ning kubi plyusdan a ning minus 3-si. Xo'p, a ning 5-si a ning minus 5-si mana shuni so'rayapti bizdan qiymatini. Demak, a ning 5-si plyusdan a ning minus 5-si a plyusdan a ning minus 1-si qiymati nimaga teng? 4 ga teng. Dastlab berilgan edi-ku. Teng 14 ko'paytirilgan a ning kubi plyusdan a ning minus 3-si. Hoppa, endi biz buni topishligimiz uchun birinchi buning qiymatini bilishligimiz kerak. Chunki buni qiymatini joyiga qo'ysak, bizdan so'rayotgan narsa qiymat kelib chiqadi. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun berilgan narsani ikkala tomon kubga ko'taramiz. Kubga ko'taradigan bo'lsak, a plyusdan a ning minus 1-sining kubi teng 4 ning kubi bo'ladi. Xo'p, a ning kubi plyusdan 3ab, 3a ko'paytirilgan a ning minus 1-si a plus b qavsida. Plyusdan b ning kubi a ning minus 3-si teng 64 ga. A ning kubi plyusdan bu ikkalasi qiymati 1, 3. Bu ikkalasi qiymati nimaga teng? 4 ga dastlab berilgan edi-ku. 4 plyusdan a ning minus 3-si teng 64 ga. Shunda a ning kubi plyusdan a ning minus 3-si teng bo'ladi. 12 ni bu yoqqa ayirib o'tkazsak 52 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu joyiga nima qo'yamiz ekan? 52. Hisoblaymiz endi. A ning 5-si plyusdan a ning minus 5-si teng 14 ko'paytirilgan 52 ayrilgan 4 bo'ladi. 14 52 ko'paytirsak 700, 728, 728 ni 4 ga ayirsak 724 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob C javob. 14-chi misol. x1 teng minus 4. Ikkinchi ildizi 1001 sonining eng kichik tub bo'luvchisi bo'lgan kvadrat tengini tuzing. 1001 sonining eng kichik tub bo'luvchisi ekan. 1001 ni tubga ajratadigan bo'lsak, 3 ga bo'linmaydi, 5 ga bo'linmaydi, 7 ga. 7 ga bo'linar ekan. Demak, eng kichik tub bo'luvchisi 7 bo'lar ekan 1001 da. Shunda ikkinchi ildiz nima bo'ladi? x2 miz 4 ga teng bo'ladi. x2 teng 4 emas, 7 ga teng bo'ladi. Kvadrat teng nima tuzing deb demak, x plus 4 x minus 7 teng olib chiqadiganimiz nima bo'ladi? X kvadrat minusdan demak 7x plusdan 4x minusdan 28 teng 0. Xo'p, x kvadrat soddalashtiradigan bo'lsak minus 3x minusdan 28 teng 0 ga. To'g'ri javobimiz nima bo'ladi? B javob. 15-chi misol. Ildiz ostida 1 plus 2005. Ildiz ostida 1 plus 2004. Yana ildiz ostida 1 plus 2003 ko'paytirilgan 2001. Mana shuning qiymatini topishimiz kerak. Qanday ishlanadi? Birinchi navbatda eng kichigini biror bir nimadir deb belgilashga kiritib olaylik. 2001 ni misol t deb belgilashga kiritib olamiz. Shunda ildiz ostida 1 plus birinchi eng ichkari ildizni hisoblab olaylik, hammasi yozmasdan. Mana buni. Demak, nima bo'ladi? Ildiz ostida 1 plus t plus 2 ko'paytirilgan t plus t ning o'zi bo'ladi.
t'ning o'zi. Izohida bo'ladi shunda 1 plus t kvadrat plusdan 2t. Buni mana beradi t plus 1 ning qavs kvadratini. Ya'ni izohida t plus 1 ning kvadrat. Kvadratni qisqarsa t plus 1 chiqar ekan mana bu ifodadan. Endi joyiga qo'yamiz. Endi bu qismini hisoblaymiz. Izohida 1 plus 2004 ko'paytirilgan t plus 1. Mana 2004 yozmaylik, 2004 nima deb yozamiz? T plus chunki 2001 t deb belgilashgandik. T plus 1. Olib chiqadigan bo'lsak, 1 plus t kvadrat plusdan 4t plusdan 3. E'tibor beradigan bo'lsak, b t plus 2 ning qavs kvadratini beryapti. Demak, bundan t plus 2 chiqadi ildizi. Endi oxirgi ildizimiz qoldi. Ildizi t 1 plusdan t plus 3 ko'paytirilgan t plus 2 teng ildizi 1 plus olib chiqadigan bo'lsak, t kvadrat plusdan 3t 2t 5t plusdan 6t bo'lar ekan. T plus 4 bo'lar ekan. Uzr, t plus 4 chunki 2001 edi, 2005 t plus 4 bo'ladi. Shunda 6t plus 8 bo'ladi qiymati. Hisoblaydigan bo'lsak nima bo'ladi? T plus 3 ning qavs kvadrati bo'lib qoladi. Kvadratni qisqaradigan bo'lsa, bundan t plus 3 chiqadi. Demak, oxirgi qiymatimiz t plus 3 chiqdi. T nimaga teng edi? 2001 ga. 2001 ga 3 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 2004 ga teng bo'ladi qiymati. Demak, to'g'ri javobimiz C javob bo'libdi. 16-misol. 1 taqsim x kvadrat minusdan 3x minusdan 3 plusdan 5 taqsim x kvadrat minusdan 3x plusdan 1 teng 2 ga. Mana buni yo buni ixtiyoriy birortasini belgilashga kiritib olaman. X kvadrat minusdan 3x minusdan 3t t deb belgilashga kiritib olay. Shunda 1 taqsim t plusdan 5 taqsim mana bu nima bo'ladi? T plus 4 bo'ladi. Chunki mana bunga 4 qo'shadigan bo'lsak, bu hosil bo'ladi. Ya'ni bu hosil bo'ladi. Teng 2 ga. O'yin mahraj beramiz. Demak, t plus 4 dan bunga t dan. T plus 1 plusdan 5t taqsim t ko'paytirilgan t plus 4 teng 2 ga. Proporsiya qilib beradigan bo'lsak, 6t plusdan 1 teng t ga t kvadrat 2 ko'paytirsa 2t kvadrat plusdan 4 ga 4t plusdan 8t bo'ladi. Bir tomonga hisoblaydigan bo'lsak, 2t kvadrat minusdan plusdan 2t minusdan 1 teng 0. Hop. Hammasi to'g'ri ketdimi? Mana bu t plus 1 emas, t plus 4 bo'lishi kerak ekan, uzr. T plus 4. Shundan minus 4 bo'ladi. Mana 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, t kvadrat plus t minusdan 2 teng 0. Demak, t teng minus 2, t teng 1 chiqadi. Bu yerning javobi. Joyiga olib qo'yadigan bo'lsak, x kvadrat minusdan 3x minusdan 3 teng minus 2. Bir tarafga o'tkazsak, x kvadrat minus 3x plusdan 1 teng 0. Keyingi ildizini qo'ysak, x kvadrat minusdan 3x minusdan 3 teng 1 ga x kvadrat minus 3x minus 4 17-misol. Misolimiz 1 plus taqsim 5 1 plus taqsim 5 va hokazo mana shu qonun cheksiz davom etib ketyapti. Taqsim 5 teng x ga. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu qanday ko'rinishga ega bo'lsa, bundan bu qismi ham xuddi shunday bir xil bo'layapti ikkalasi. Ya'ni mana buning o'rniga x qo'yib yuborsam bo'ladi, to'g'rimi? Shunda 1 plus x taqsim 5 teng nimaga? X ga. 1 plus x teng 5x, x teng bo'ladi 0.25. To'g'ri javobimiz demak C javob bo'ladi. 18-misol. 1 ning kubi plus 2 ning kubi plusdan 3 ning kubi plusdan va hokazo plusdan 100 ning kubi. Yig'indisini 3 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. n plus 1 taqsim 2 ning kvadrati edi. Demak, n ning joyiga 100 qo'yadigan bo'lsak, 100 ko'paytirilgan 99 taqsim 2 ning kvadrati. 102 ga bo'ladigan bo'lsak 50 ko'paytirilgan 99 ning nimasi bo'lyapti? Kvadrati.
50 kvadrati ko'paytirilgan 99 ning kvadrati. Mana shu ifodani nimaga bo'lganda 3 ga bo'lganda qoldiqni top deyapti. Buni 3 ga bo'lganda hech qanaqa qoldiq qolmaydi-da, chunki mana bu 99 bilan 3 albatta qisqaradimi? Chunki 99 ning ichida 3 bor. Ikkalasi qisqarib ketadi, bu yerda qoldiq qolmaydi shunda. Demak, javob bo'lyapti. 19-misol ko'paytuvchilarga ajrating debdi. Bu kabi misollarni o'rniga son qo'yib ishlab qo'ygan qulay. Agar uni ishlayman desangiz, ichkarida anchagina vaqt ketishligi mumkin. Misol uchun, a ning javobiga 1 qo'yadigan bo'lsak, 1 ning 8-inchisi 1 minusdan 9. Minus 8 minus 8 16 ni qo'ysak, demak 8. Javoblarda 1 qo'yganda 8 chiqargan qidiramiz. Birinchisi A javob. 1 4-inchisi 1 plyusdan 4 5. 5 ni hech qanday songa ko'paytirsak 8 bo'lmaydi. Demak, A javob o'yindan chiqdi. B. Ikkinchisiga qarangizlar. 1 ning kvadrati 1 minus 8 ayirsak minus 7. 7 ni hech qanday songa ko'paytiramiz. Ya'ni buni yon tomonlaridagi sonlar nima? Butun sonda. 7 ni hech qanday butun songa ko'paytirgan vaqt 8 chiqmaydi-ku. Demak, bu ham o'yindan chiqdi. C javob. 1 dan 1 ayiramiz 0. 0 ni 4 ayirsak minus 4. 1 ga 1 qo'shsak 6, 6 dan demak 4 ayirsak 2. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 2 dan minus 4 ayirsak demak minus 2. Minus 4 minus 2 ga ko'paytirsak 8. D javobni qo'yib ko'ramiz. D javobda 1 dan 1 ayirsak 0, qo'shamiz 4. 4 1 ga 1 qo'shsak 4, 2 6, 6 kira 4 24. Demak, to'g'ri javob C javob bo'lyapti. 20. 20-misolimizda ikkita vektor berilgan. Vektorlar orasidagi burchakni toping debdi. S vektor minus 1 u 2 ekan. A vektorimiz 1 taqsim 2 u 1 ekan. Formula bo'yicha kosinus fi teng bo'ladi. Ikkalasining skalyar ko'paytmasi taqsim uzunliklar ko'paytmasiga nisbati bo'ladi. Ikkalasini skalyar ko'paytiradigan bo'lsak, demak, mos koordinatalarni ko'paytiramiz. Minus 1 ga 1 taqsim 2, minus 1 taqsim 2, 2 ga 1 plus 2 taqsim uzunliklar ko'paytmasi. A ning uzunligi. A ning uzunligi teng bo'ladi ilzosida x kvadrat plus y kvadrat, ya'ni 1 taqsim 4 plus 1. Koordinatalar kvadratlar yig'indisi. Demak, 4 ilzosida 5 taqsim 2 bo'lar ekan. S vektorida uzunligini topamiz. Ilzosida demak minus 1 ning kvadrati 1 plus 2 ning kvadrati 4, ilzosida 5. Demak, A vektorimiz ilzosida 5 taqsim 2 uzunligi, S vektorimizniki ilzosida 5 ga teng. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2 2 ni qo'shsak 3 taqsim 2 taqsim ilzosida 5 ilzosida 5 5 taqsim 2 bo'lar ekan. Ikkalar qisqarib ketsa, qiymati 3 taqsim 5 ga teng. 0.6. Ya'ni D javobimiz 0.6. Yigirma birinchi misol hisoblang debdi. 3 taqsim 16 qo'shilgan 1 taqsim 16 ko'paytirilgan 0.312 bo'lingan 0.3 minusdan 3.15 ko'paytirilgan 1.6 teng. 3 taqsim 16 qo'shilgan 1 taqsim 16 qavshan hisoblaymiz. 0.312 bo'lingan 0.3. Buni 312 taqsim 1000 ko'paytirilgan 10 taqsim 3 deb yozib olamiz minusdan. Buni 315 taqsim 100 ko'paytirilgan 16 taqsim 10 deb yozib olamiz. Teng 3 taqsim 16 plus 1 taqsim 16. 312 bilan 3 ni qisqartiradigan bo'lsak 104 bo'ladi. 104 ga 10 ni ko'paytirsak 1040 taqsim 1000 ayrilgan 315 ni 16 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? 5040 bo'ladi. 5040 taqsim 1000. 3 taqsim 16 plusdan 1 taqsim 16 ko'paytirilgan 1040 dan 5040 ayirsak demak minus 4000. Minus 4000 da 4 ga bo'lsak minusdan 4 bo'ladi. 4 bilan demak 16 ni qisqartiradigan bo'lsak bu yerda 4 bo'ladi. 3 taqsim 16 ayrilgan 4 taqsim 16 teng minus 1 taqsim 16. To'g'ri javob A javob bo'lib shunda. Bir songa 77 ni qo'shib, mana x degan bir son debdi, ixtiyoriy bitta son, x degan son. O'sha songa 77 ni qo'shibdi va 7 taqsim 25 qismiga, mana shuning 7 taqsim 25 qismiga qism desa ko'paytiramiz. Esingizda bo'lsa, 2 ni qo'ysak, mana shu 7 taqsim 25 qismiga 2 ni qo'shibdi, 30 hosil bo'ladi deyapti. O'sha sonni toping. Tenglar mana shu qo'yish kerak bo'ldi. X plus 77 ko'paytirilgan 7 taqsim 25 teng
28 ga. Ikkalasi qisqartiradigan bo'lsak 4, 23 ko'paytiradigan bo'lsak 4 ga 100. X plus 77 teng 100, x teng 23. Demak, B javob bu javobimiz. 23-misolimiz. Tenglamaning ildizi 8 dan qancha ekan? Logaritm 2 asosga ko'ra x plus 2 qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra x plus 3 teng 1 ga. Ikkalasi asoslari bir xil bo'lgani uchun o'rta yig'indidan ko'paytmaga o'tamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra x plus 2 x plus 3 teng 1 ga bo'ladi. Xo'p, endi x plus 2 ko'paytirilgan x plus 3 teng 2 ga mana bu daraja o'tib ketadi asosi. Ochib chiqadigan bo'lsak x kvadrat plusdan 5x plusdan 6 teng 2 ga. X kvadrat plusdan 5x plusdan 4 teng 0 ga. Bundan x teng minus 4, x teng minus 1 degan yechim chiqadi. Minus 4, minus 3. Faqatgina aniqlanish sohasi bo'yicha minus 4 qanoatlantirmaydi. Faqatgina minus 1 ni o'z qanoatlantirib qo'yib ko'radigan bo'lsak. Shunda 8 dan qancha ekan bo'lsa 8 dan 9 ga kam bo'ladi minus 1. To'g'ri javob C javob bo'libdi. 24 tenglamani yeching debdi. 6 minusdan x minus 1 taqsim 2 teng 3 minus x taqsim 2 plusdan x minus 2 taqsim 3. O'y mahraj beramiz. Bunga demak 2 tadan bo'lsa 12 minus x plusdan 1 taqsim demak 2 teng. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan. 9 minusdan 3x plusdan 2x minusdan 4 taqsim 6. Proporsiya qilamiz. Ikkalasini qisqartirib bir yo'li 3 bo'ladi. 3 ni bu yoqqa ko'paytiramiz endi. 39 minusdan 3x teng 9 dan 4 ayirsak 5 minus 3x ga plus 2x minus x. Xo'p, bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak minus 2x teng bo'ladi minusdan 34 ga x teng 17. Demak, to'g'ri javob C javob. 25. Bir sonini toping debdi. Bu yerda 2024 raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 8. Buniki ham 8. Hammasi qo'shadigan bo'lsak 8 plus va hokazo. Bu yerda nechta 8 berilganligi aytilmagan. Ya'ni nechta 2024 berilganligi aytilmagan. O'shaning uchun noma'lum bo'lib qoladi. Ya'ni 8 n bo'lib qoladi. Buni 9 ga bo'lgandagi qoldiq top deyapti endi. Agar n 9 ga bo'linadigan son bo'ladigan bo'lsa, bu qoldiq qolmaydi. Agar 9 ga bizga qoldiq qolsin deganligi uchun n ning o'rniga misol uchun boshqa son bo'lishi mumkin. Biror bir sonni 9 ga bo'lganda qoldiq 0 dan 8 gacha chiqishligi mumkin. 0 bo'lishi mumkin, 1 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishligi mumkin va hokazo. Bu yerda aniq aytilmaganligi uchun sonini aniq to'g'ri javobni bilishlik mumkin emas bu yerda. Lekin taxmin qilsak bo'ladi, qarangizlar. Javoblardan kelib chiqqan holatda qoldiqni so'rayapti. Tasavvur qiling, qoldiq 0 emas deb hisoblagan taqdirimizda shunda aniqlab bo'lmaydi hozir buni. Nechta? Chunki 2024 borligi berilmagan. Aniqlab bo'lmaydi. Yigirma 6-chi misolimiz. Silindr yon sirti demak 300 pi ga teng bo'lsa, yon sirti formulasi nima edi? 2 pi RH teng 300 pi ga. Pilar qisqarib ketadi. H'imiz 10 ga teng ekan, shu yerda r topadigan bo'lsak, r 10 ga teng. Asos aylanasi uzunligini toping debdi. Asos aylanasining uzunligi demak 2 pi r ga teng bo'ladimi? Shunda 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 10 bo'ladigan bo'lsa, 20 pi ga teng. To'g'ri javobimiz shunda A javob. 27-misol. Soat 4:22 shu vaqtni ko'rsatganda soatning soat va minut millar strelkalari orasidagi o'tkir burchakni toping debdi. Xo'p, demak mana bu yer 3 deydigan bo'lsak, mana bu yer 4 deydigan bo'lsak, bu yer taxminan 5, bu tomon 6 bo'ladigan bo'lsa, 4:22 bo'lsa soat strelkasi taxminan mana bu yerda bo'ladi. Minut strelkasi ham taxminan xuddi shu yerlarda bo'ladi. Xo'p, endi aniqlashligimiz uchun soatning soat strelkasi mana bu yer 1 bo'lsa, mana bu yer 12, 1, 2, 3 bo'ladigan bo'lsa, 1 soatda 30 gradusga buriladi. Ya'ni mana bu yer 30 bo'ladigan bo'lsa, 1 soatda 30 gradus bo'lsa, 1 minutda necha gradusga buriladi? 1 minutda yarim gradusga buriladi. Tushunarlimi?
1 minutda yarim gradus. Demak, soat strelkasi qancha minut yurgan? 4 soat va 22 minut yurgan. Demak, har bir soatda 30 gradusdan buriladigan bo'lsa, 4 soatda 120 gradus burilgan. Yana 22 minutda 11 gradus burilgan bo'ladi. Jami 311 gradusga burilgan soat strelkasi. Xo'p, endi minut strelkasi mana e'tibor bersak, mana bu necha minut? 15 minut. 15 minutda 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, 1 minutda 6 gradusga buriladi. 1 minutda 6 gradusga burilgan bo'lsa, 22 minutda ko'paytirsak 6 ga 132 gradusga burilgan bo'ladi. Demak, bu 131 gradus mana 131 va 132 bo'lsa, orasidagi burchak nima bo'ladi shunda? 1 gradus bo'ladi. Demak, A javob bo'libdi. 28-misolimiz. 2013 ning 2015-sini 10 ga bo'lgandagi qoldiqni top debdi. Buni oxirgi raqamini topsak bo'ldi. Chunki 10 ga bo'lganda qoldiq oxirgi raqam bo'lar edi sonda. Mana bu oldidagi qism umuman qiziq emas. Biz 3 ning 2015-si oxirgi raqamni topishimiz kerak. Demak, darajasini olamiz, 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lsa qoldiq necha bo'ladi? 3 qoldiq bo'ladi. Demak, mana shuni 3 ning darajasiga ko'taramiz. 3 ning kubi bo'lingan 10. 3 ning kubi 27 bo'lingan 10 bo'ladi. Demak, berilgan sonimiz oxiri 7 bilan tugaganligi uchun qoldig'imiz 7 bo'lar ekan. Javob. 29-misol. 3 og'ayni birgalikda ahil yashaydi, bobosi, otasi va o'g'li. Boboning yoshi shunday raqamki, agar siz yoshdagi raqamlar tartibini o'zgartirsangiz, otasining yoshi kelib chiqadi. Demak, bobosining yoshi misol uchun AB, ya'ni AB bo'lganimiz 2 xonali son. 10 dan nechagacha bo'ladi? 99 yoshgacha. Otasining yoshi kelib chiqadi. Otasining yoshidagi raqamlari bir-biriga qo'shganda, otasinikini, ya'ni mana qaraysiz, bobosining yoshi AB tartibini almashtirsa BA bo'ladimi? BA, ya'ni bu o'g'lining yoshi kelib chiqadi. Endi nabiraning yoshi, otasining yoshini kelib chiqadi. Otasining yoshidagi raqamlari bir-biriga qo'shganda, mana shu qo'shganda deyapti. Ya'ni B ga A ni qo'shgan vaqtimizda nima bo'lar ekan? O'g'lining yoshi kelib chiqadi. Ya'ni o'g'lining, bu bobosi, bu otasi, bu o'g'li. Mana uchalasining yoshini yig'indisi 144 ga teng. Ya'ni AB plyusdan BA plyusdan o'g'lining yoshi. Hammasini qo'shgan vaqtda 144 ga teng bo'lar ekan. Boboning yoshi 100 yoshdan kichik va juft son. Bobo necha yoshda debdi. Buni yoyamiz. 10A plyusdan B plyus. Buni yoysak nima bo'ladi? 10B plyusdan A plyus plyus o'g'lining yoshi teng 144 ga. Endi mana bu ikkalasi 11A plyus 11B bo'ladi. Shu yerdan 11 ni chiqaradigan bo'lsak, qarsida A plyus B bo'ladi. Plyusdan o'g'lining yoshi teng 144 ga. Demak, A plyus B nimaga teng? O'g'lining yoshiga teng. Joyiga qo'ysak 11 ta o'g'lining yoshi qo'shilgan o'g'lining yoshi. Demak, 12 ta o'g'lining yoshi bo'ladi. Teng 144 ga bo'ladi. Shu yerda o'g'lining yoshi nimaga teng kelib chiqadi? 12 ga. Demak, o'g'lining yoshi 12 ga teng. Bu degani nima degani? A plyus B ning qiymati 12 ga teng degan. A plyus B ning qiymati 12 ga teng. Boboning yoshini so'ragan, boboning yoshi AB. Biz shu yerda A bilan B ni topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Boboning yoshi kelib chiqadi. Boboning yoshi 100 dan kichik. Ya'ni A bilan B ikkalasi bu yerda raqam va boboning yoshi nima ekan? Juft son ekan. Tanlash qilamiz. A ga 1 ola olmayman, chunki bobo 10 nechadir yoshda bo'lishi mumkin emas. Chunki raqam bo'la olmaydi ham bu. A teng deylik 12 ga ayrilgan B. Boboning yoshi 100 dan kichik va juft son. Juft son degani mana B ga juft qo'yish kerak degan. Demak, B ga 1 ola olmayman. 2 ola olmayman, chunki A teng 10 chiqib qoladi. 3 ola olmayman, chunki juft degan. 4 olaman, 4. 4 oladigan bo'lsam, A teng necha bo'ladi? 8. Demak, boboning yoshi 84 bo'lsa, o'g'lining yoshi 48, nabirasining yoshi 12. Demak, to'g'ri chiqibdi. 6 ola olmayman, chunki 6 olsam, B teng 6 bo'lsa, 66 bo'lib qoladi. O'g'lining yoshi ham 66 bo'lib qoladi, bu ham bo'lmaydi. Xo'p. B ga 8 ola olmayman, chunki B ga 8 olsam, A teng 4 bo'lib qoladi. Bobosi 48 yosh, o'g'li 84 yosh bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, boboning yoshi 84 da, o'g'lining yoshi 48 da, nabirasining yoshi 12 ga teng bo'lar ekan. Bobo necha yoshda debdi? Bobo 84 yoshda. Javob.
Va oxirgi misolimiz 30-misol. Qaysi formula xato? S teng 1/2 perimetr ko'paytirilgan r. Birinchisi to'g'ri, ikkinchisi alfa r. Alfa r nima edi? Alfa r bu yoy uzunligini topish formulasi, demak, bu yerda bizda vatar uzunligini topish formulasi debdi. To'g'ri javob B javob bo'la shunda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar, bizdan uzoqlashmangizlar. Hammaga rahmat.